Hammaga assalomu alaykum. Javlon Asatullayev aloqada hamda Raid Upgrade rubrikasini yo'lga qo'ydik. Bu rubrikada biz game klublariga sayohat qilib, undagi konfiguratsiyalar va kamchilik va afzalliklarini sizlarga ochiqlab beramiz va eng birinchi reydimizni shaharimizning eng chiroyli klublaridan bittasi MVP klubiga tashrif buyurdik. Sizlarning guvohinglar ostida mana shu yerdagi ahvolni bitta ko'rib chiqamiz. Right, so this stuff. Klubda umumiy hisobda 53 ta kompyuter mavjud va klub 4 ta zonaga bo'lingan. Bu Space, mana shu turgan joyimiz. Bu yoq tarafda Sunrise, orqada Midnight va o'ng tarafimizda Arcana. Nimaga bunaqa? Bu haqda albatta klub rahbari bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum. Bizdan tomosha qilayotganlarga o'zingizni tanishtiring. Mani ismim Avazbek, men MVP kompyuter klublari rahbari hisoblanaman. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Endi bizga tushuntirib bering. Nimaga bu yoq Space? Tushunarli. Space bu prostranstvo. Bu yoq Sunrise yorug' bo'lganligi uchun. Yorug' bo'lganligi uchun. Tematika shunaqa, sariq rangli ishlatganmiz. Bu yoq Midnight nimaga bu unaqa qorong'i emas? Yo'q, qorong'imi bu? Yo'q, bu qorong'iroq ekan. Qorong'iroq. Bu yoq Arcana. Nimaga Arcana? Nimaga Arcana deb so'rasangiz, chunki bizning birinchi filialda Arcana degan отдельный zonamiz bor. Odamlarga juda ham yoqdi shu zona. O'sha tematikamizni именно вот Ice Blue tonda ishlatilgan, yarki siniy. Xullas, Arcana bu o'sha oldindan qilib kelinayotgan va ishlab kelayotgan zonalardan bittasi. Da, tushunarli. Birinchi filialdan Arcana degan zonamiz. Zo'r. Endi menda yana bitta savol bor. Hamma zonalarimizda kompyuterlar konfiguratsiyasi bir xilmi? Yo'q, har xil hamma zonada. Misol uchun monitorlarda, klaviaturalarda, вообще в целом device periferiyalarda farq bor. Misol uchun Space zonamizda 280 Hz lik 25 dyumli Lenovo Legion monitorlari o'rnatilgan. Boshqa zonalarda boshqacha masalan monitorlar. Misol uchun qanaqa? Sunrise Arcanada 360 Hz lik Dell Alienware 25 dyumli полностью киберспортивный monitor. Endi men bilaman qat'iy kelishni, sразу Arcanaga o'tirar ekanman da. Endi faqat oldindan bron qilib qo'yish kerak, chunki har doim u zanit, har doim band bo'ladi. Har doim band bo'ladi. Tushunarli. O'rtoqlar ko'rdinglarmi? Arcana har kimga emas. Menga yoqdi shu joy. O'sha albatta boraman. Xo'p, monitorlar farq qilar ekan, tushundik. Yana nimasi bilan farq qiladi? Bir-biridan. Bu zonamiz protsessor bilan farq qiladi. Misol uchun yaxshiroq, to'g'rimi? Space'ga qaraganda. Endi yaxshiroq, yomonroq demaydi-yu, bu yerda undan ham yaxshiroq desa bo'ladi. Xo'p, Space'da qanaqa protsessor, bu yerda qanaqa protsessor? Space'da protsessorimiz Intel Core i5 12-avlod bo'lsa, bu yerda Core i7 12-avlod. Вот. Video kartalarda ham bu yerda 4060 Ti, Space'da 4060. Ti degan shunaqa. Naushniklar, mishka и klaviaturada ham farq bo'ladi. Boshqa bilan. Misol uchun mishkamiz X35, klaviaturamiz Dark Project, lekin boshqacha model. Boshqacha switchda, boshqacha model. Naushniklarimiz bo'lsa, hammaga yoqqan shu HyperX Cloud Alpha hisoblanadi. Hamma yaxshi ko'rib. HyperX даже menga ham yoqadi, ishoninglar. Men ham ishlataman HyperX. Lekin tushunishim bo'yicha, qaysi zonada bo'lishidan qat'iy nazar, kreslolar hammasi bir xil. Kreslolar bir xil hammasi. DX Racer kompaniyasi. Qaysi Gladiator. Lekin yana bitta narsani sezdim. Bu yerda periferiya ko'proq Logitech. Da. Nimaga? Chunki Logitech'ga o'ziga yarasha любительlari bor. Logitech'da o'ynaymiz. Mana shulardanmi? Da, Logitech'ga ценителlari bor. Shuning uchun ularga ham shu taklif. Men tushunishim bo'yicha, bu zonalar ko'proq haligi kibersportivniy o'yinlar uchun emas, ko'proq o'sha AAA прохождение, ko'proq головоломка mashinlarga mo'ljallangan. Chunki juda ham jimman hozir kirganimda shu narsani sezdim. Gap yo'q. Keyingi zonamizga o'tamiz o'rtoqlar. Demak, bu Arcana zonasi. Bu yer nimasi bilan farq qiladi? Bu yerda eng kuchli konfiguratsiyami shunda? Bu yerda eng kuchli konfiguratsiya, eng topoviy atmosfera, topoviy device. Misol uchun konfiguratsiyasini aytib Konfiguratsiyasi bu yerda i7 12-pokoleniya protsessor turadi. 4070 Ti video kartamiz. 4070 Ti asosiylardan biri. Monitorimizga aytayotgandek 360 Hz Dell Alienware, klaviatura Dark Project, mishkamiz bo'lsa X35. Va kovrik tuyi gaming. Kovrik tuyi gaming. Kстати, men mashinani ishlataman, zo'r kovrik. Naushniklar Logitech. Naushniklar Bu kovrikka yana bir katta bir dostoinstvosi shundaki, u vodoneproницаемый.
Kстати, да. Foydangga Да, да, qo'ygan. как раз game klublarga mo'ljallangan. Xuddi shunaqa endi baribir. Shunaqa. Qarang, men tushunishim bo'yicha bu yerdagi hamma narsani upgrade qilib bermagan, to'g'rimi? Yo'q, yo'q. Nimalar bizi tomonidan, bizning brendimiz tomonidan ta'minlangan bu yerda? Upgrade tomondan Sunrise, Midnight, Arcana'dagi monitorlar va butun klubda ko'rayotgan barcha device'lar upgrade tomonidan yetkazib berilgan. Ya'ni periferiya demoqchi. Ya'ni periferiya, klaviatura, mishka, naushnik, kovrik, вот, и monitorlar mana shu VIP xonalarimizdagi zona, отдельный zonalarimizdagi. Ya'ni отдельно zonadagi. Отдельный zona. Tushunarli, zo'r. Atsiya. Bolalar молодцы, bosinglar. Endi hammani qiziqtirayotgan bitta savol bor. Lekin shu joyda gapingiz bo'ldi, bitta narsa aytib ketaman. Xo'sh. Biz mana bugun hozir syomka kunida 3-filialimizni testga ochilishini qildik. O'sha 3-filial uchun upgrade полностью под ключ hammasini от A do Ya o'zi ta'minlab yetkazib bergan. Endi faqat periferiya yoki monitor emas, endi butunlay ta'minlab beryapmiz, to'g'rimi? Butunlay upgrade tomonidan. Даже keyslarimizni ham qarasanglar, brendированный upgrade. Да. Shunaqa. O'rtoqlar, kстати, sizlar ham agar game klub qurish niyatinglar bo'lsa, albatta bizga murojaat qilinglar. Biza eng zo'r va to'g'ri bo'lgan, asosiysi to'g'ri bo'lgan konfiguratsiyada sizga kompyuter yig'ib beramiz. Endi zana mana shu tomosha qilayotganlarni 90% qiziqtirayotgan savol. Umumiy klub necha pulga tushdi? Kompyuter, remont, bar, svet, santexnika, hojatxona hammasi. Hammasimi? Hammasi. Faqat kompyuterni so'ramayapman, hammasi. Yolg'onchi bo'lib qolmaslik uchun примерно aytaman, 270 ming 300 ming orasida. 270 ming 300 ming orasida. O'rtadagi 30 ming dollar просто так zazor. Da. Endi chunki bu yoqda juda ham masalan ventilyatsiyani o'zi ham Qurilish bu har doim shunaqa bo'ladi. Bitta hisob bugun narx bunaqa bo'lsa, ertaga bu narx boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz 100 ming dollar mo'ljallaysiz, oxir oqibat 300 ming dollar sarf qilasiz. Shuning uchun albatta siz ham game klub qurishdan oldin taxminan 300 ming dollar orientir olish kerak, to'g'rimi? Mana shunaqa toповый, konkurentоспособный. Yo'q, endi, конечно, endi yoki sizlarniki bilan baravar bo'lish kerak, yoki sizlarnikidan zo'r bo'lish kerak. Sizlarnikidan past bo'lib qolsa non qolmaydi hozir. Qo'pol qilib aytganda, shunaqami? Shunaqa. Endi men bu monitor plus case hammasini ish pulga tushgan va uni qo'shib o'tirmayman-da. Sizlarning tilingizda aytganda bitta посадочный emasdi. Ya'ni bitta gamer kelib o'ynash uchun o'sha stoldan tortib, uni kommunikatsiyasidan tortib hamma narsasigacha bitta посадочный место necha pulga tushgan deb savol bermoqchiman sizga. Bitta посадочный место hisoblab ko'rganimizda 3000 dollarga aylangan. 3000 dollarga. Ya'ni bu o'rta hisobdi mana. Bu o'rta hisob, bu o'rta hisob. Keyin endi odamlar to'g'ri tushunishi kerak. Buni ichida mana shu ichidagi kabel, elektrichеский kabel, сетевой kabel, uni xizmati, mana bu stol, то есть полный это под ключ. Shunaqa. 3000 dollar. Shunaqa. Da, buni ko'pchilik bilmaydi va albatta yana bilish bitta kerak. narsa, nimaga unaqa qimmat deyish uchun o'rtoqlar bitta narsani men ko'rsatgim kelyapti. Ko'rmasanglar bo'lmaydi. Bu bizani unikalniy o'zimizni aytishliklar yozgan operatsion sistemamiz hisoblanadi. Ha, bu noldan yozilgan. Bu noldan yozilgan. Sotib olinmagan. Yo'q, bu sotib olinmagan. Bu noldan yozilgan Jalol aka. Shuning uchun siz Toshkentdagi bitta ham, va shu O'zbekiston bo'yicha bitta ham kompyuterni klubda bunaqa siz ya'ni klubda o'zini shaxsiy operatsion tizimi bor. Qoyil, gap yo'q va uni nima deb nomlangansizlar? MVP? Nomi yo'q? Nomi MVP. Keling bugun nom qo'yamiz bunga. MVP OS. Da. To'g'rimi? То есть bu biz ham ishlatadigan billing tizimlar integratsiya qilingan, sinxronizatsiya qilingan. No, то есть bu hamma narsa bu уже отдельно bu tegida kodda yotibdi. То есть kod bilan yozilgan narsa. Bu sotib olinmagan, bu qanaqadir shablon ishlatilmagan. То есть bu noldan qurilgan. Yo'q, вполне anaqa добротно. Men ko'rib turibman. Men farqiga boraman bu narsalarni demoqchiman-da. Yo'q, zo'r lekin mana prям metrlari ham bor ekan. Подход bo'lsa shunaqa bo'lsin. Iziminkamiz, почеркimiz desa ham bo'ladi. Shu narsa. Lekin buni qaniydi hamma tushunganda. Endi meni o'zimni ham qiziqtirayotgan savol bor. Game klub uchun lounge zona nimaga kerak? Hamma o'ynaydi, hamma haligi bir именно drive uchun keladi-yu game klubga. Endi o'yin orasida shu ovqatlanib, kuchig'ib, или же bizda kechki paytlar juda ham ko'p bo'ladi.
butun zal to'la bo'ladi. Odamlar kelganda как бы kutib turish, bo'shaganda kutib turib, ishdan bu qanaqadir translyatsiya bo'lib qolishi mumkin. Kibersportivniy translyatsiya, futbolniy, Chempionlar Ligasi deydimi, UFC deydimi, jahon chempionatida juda ham ko'p odamlar mana shunaqa talashib futbol ko'rishligi mumkin. Futbol ko'rishligi mumkin. То есть shu ovqatlanib, dam olib, shunaqa qiling. Faqat o'ynagan kelishmaydi. То есть Endi to'g'ri, odam 1-2 soat o'ynagandan keyin baribir ham qanaqadir ozgina dam olgisi keladi. Shaxsan men o'zim ham bir xillari o'yin o'ynayman-da, keyin to'xta deb bundoq hayotga qaytganimda boshqacharoq bo'ladi. O'sha momentni hordiqli, maroqli o'tkazish uchun kerak bo'lgan. ochib qolishi mumkin. Qorin ochib qolishi mumkin to'g'ri. Shuning uchun chill zona zo'r. Men agar kelmoqchi bo'lsam, albatta Arkanaga kelaman. Albatta akajon. Albatta menga bo'shatib qo'yasiz. Bog'liroq aytib qo'yaman. Ha. UPG jamoasini ham o'zini olib keling. UPG jamoasi o'zi orada ko'p team buildinglar qilib turadi. O'sha team buildinglardan birida shu NFga kelib maza qilib hordiq chiqarib ketishgan. Esimda bor. Shuning uchun ularni yana kutib qolamiz. Sizni ham kutib qolamiz, xudo xolasa. Albatta. Men faqat Arkanaga. Bo'ldi akajon. Sizga rahmat kattakon. Sizga ham kattakon. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Yana ko'rishamiz. Rahmat. O'rtoqlar, agar sizni ham mahallangizda qanaqadir chiroyli game klub bo'lsa va biz ham mana shu game klubga o'zimizni reytingimizni amalga oshirishimizni xohlasangiz, mana shu videoni ostidagi kommentariyalarda o'zingizning fikringizni va game klub nomini yozib qoldiring. Sizlar bilan har galgidek Javlon Asatulayev bo'ldi va har galgidek kelajakda ko'rishguncha. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world with them.